6 oy o'qib, 3 ta qiz kelganmiz. Men Kagoshimada joylashgan 1-mayda ish boshlaganman. Stajyor vizasidagi shartnomamni muvaffaqiyatli tugatib, ish faoliyatim oshpazlik, menyudagi bor ovqatlarni o'rganib, yapon ovqatlarini bemalol xizmat ko'rsatish darajasiga yetib, yoqqanligi uchun o'zimga ishimni yaxshi ko'raman. Dam kunimda o'zim belgilab olaman. Hiroshimaning milliy taomi bo'lgan okonomiyaki pishiriladi. Nixorenso, o'zbekcha qilib aytganda, dengiz tipratikoni va sharoitlari yaxshi davlat. 10 daqiqaga ham hattoki o'sha qo'shimcha ish haqi to'lab beriladi. Bemalol kelib, qizlar o'qishligini tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Ismim Minjonova Mushtari. 1996-yil 12-yanvar Namangan shahri Norin tumanida tug'ilganman. 2025-yil 1-maydan boshlab Hiroshima shahrida joylashgan Bembe restoranida maxsus malaka vizasi ostida ishlab kelmoqdaman. Yaponiyaga kelish tarixim Telegram ilovasi orqali mana shu e'lon ko'rib qolib, u yerdagi e'londa ayollar ham ishlashi mumkin degan joyini ko'rib, qiziqib, o'sha Namangan shahridagi joylashgan Mega xususiy bandlik agentligiga borib, o'zim nomzodimni taqdim qilganman. Keyin u yerda 6 oy o'qib, tayyorgarliklar davomida ancha muddat o'tgan, oradan keyin koronavirus bo'lib, o'rtada yana ham vaqtimiz cho'zilib, 2 yil 1,5 yil o'rtasida Yaponiyaga kelganmiz. 3 ta qiz kelganmiz. Men Kagoshimada joylashgan Marui yarim tayyor muzlatilgan mahsulotlar korxonasida 2022-yil 1-mayda ish boshlaganman. 3 yillik stajyor vizasidagi shartnomamni muvaffaqiyatli tugatib, ishimni o'zgartirishga qaror qilib, Tokigino imtihonida 2 ta yo'nalish bo'yicha imtihonga topshirib, oziq-ovqat va restoran sohasi bo'yicha ikkalasiga ham topshirib, ikkalasida ham bir varakaga o'tib, keyin shu ishimni o'zgartirdim. Hozirda shu Hiroshimadagi Bembe restoranida oshpazlik sohasida ishlab kelyapman. Ishimni o'zgartirganimdan so'ng maxsus malakaga chiqish uchun avvalo yapon tilini o'rgandim. Boshida rosa ham qiynalganligim uchun, masalan, baribir boshqa shaharga kelganda o'zim qiyinchiligi, yangi ishxonada ish boshlashda ham o'ziga yarasha qiyinchilik bo'lganligi uchun, ham boshqa davlat, boshqa til bo'lganligi uchun, shu tilni o'zimni yana ham rivojlantirish uchun yaxshilab boshida tilni o'rgandim. Kelayotganimda umuman yapon tilidan bexabar edim. Kelib 6 oydan keyin, shu qiyinchilik bo'lgandan keyin bankalarga borganda yoki hokimiyatga shu hujjat ishlarida ham o'zim tushunmaganligim uchun yapon tilini qat'iy o'rganishga qaror qilib, M5 dan boshladim. M5 boshida N4 darajasidan topshirishni boshladim. N4da muvaffaqiyatli imtihondan o'tib, N3 6 oyda tayyorlanib, N3 ham olib, Tokigino vizaga o'rtada yana 1,5 yil bo'lganda ertaroq olganman, chunki Tokigino vizani 1,5 yilda olib, ikkala imtihondan ham o'tib, N2 darajaga topshirib, N2 daraja birinchisida 3-4 ball yetmay qolganligi uchun shunday o'tolmay qolganman, lekin harakatda davom etib, N2 darajani ham rasmiy tizimda topshirib, yaxshi ball bilan muvaffaqiyatli imtihondan o'tdim. Bembe restoranidagi ish faoliyatim oshpazlik. Hozirda kelganimga 5 oy bo'ldi, lekin bu shu hamma menyudagi bor ovqatlarni o'rganib, yapon ovqatlarini o'zimda bo'lgan o'zi ovqat pishirishni yaxshi ko'rganligim uchun, qiziqishim bo'lganligi uchun hamma narsani tez o'rganib, hozirda shu bir varakaga keladigan shu ko'pchilik bu yer markaz bo'lganligi uchun ko'proq xorijlik mehmonlar ham juda ham ko'p kelishadi bu yerga. Shuni bemalol xizmat ko'rsatish darajasiga yetib, hozirda bemalol o'zim pishirish, o'sha butun yapon ovqatlarini, shu yerga menyuga kiritilgan ovqatlarni
pishira oladigan bo'ldim. BNB restoranida haftada 5 kun ishlayman, 2 kun dam. Undan tashqari ertalab soat 10 da boshlanib, soat o'sha 3 da tugaydi. Keyin orada 2 soatlik tanaffusimiz bor, yana 5 dan ish davom etadi. Shu bilan soat kechki 10 da tugaydi ishimiz. Ishim juda ham og'ir emas, chunki o'zimga yoqqanligi uchun, pishirish o'zimga yoqqanligi uchun o'zimni ishimni yaxshi ko'raman. Mening tasavvurimda mushtari juda irodali. Birga ishlash jarayonida ham uning o'ziga bo'lgan ishonchi yuqoriligini, doimo yangi bilimlar o'rganish katta qiziqish bilan yondashishini kuzatdim. Tanaffus vaqtlarida ham u o'rganishdan to'xtamaydi. Ishlarni mas'uliyat bilan bajaradi. Yangi ko'nikmalarni tez o'zlashtirish sababli barcha buyurtmalarni mustaqil ravishda bajarib kelmoqda va bu holat restoran faoliyati uchun katta yordam bo'lmoqda. Mushtariyning bu jihati uning xarakteri bilan bog'liqmi yoki yo'qligini aniq aytish qiyin. Rivojlantirish lozim bo'lgan tomonlardan biri sifatida shuni aytish mumkinki, u ish jarayonida juda qat'iyat bilan faoliyat olib boradi. Bu albatta ijobiy holat. Biroq ishni yanada xursand va ijobiy kayfiyatda bajarsa, uning ishga bo'lgan qiziqishi va samaradorligi yanada ortadi deb hisoblayman. Ish joyim shu. Hozir ish vaqti bo'lmaganligi uchun hozir hech kim yo'q. Sizlarga tanishtirsam, bu yerda Hiroshimaning asosiy milliy ovqatlaridan biri okonomiyaki tayyorlanadi. Yana bundan tashqari kechki menyularda unihoren deganda dengiz tipratkani bilan o'sha o'zimizda o'zbekcha aytganda ismaloqni qovurib, bezayib berib tortiladi. Juda ham yaponlar sevimli, ayniqsa Hiroshimada juda ham mashhur bo'lgan ovqat. Ertalabki menyuda faqatgina okonomiyaki kiritilgan bo'lsa, kechki menyuda turli xil taomlar ham o'z ichiga olgan bu restoran. Masalan, mana sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, kechki menyumizda kakibata, ya'ni kaki fry, yana ham milliy taomlari bo'lgan, ashi kechqurunda tortiladigan unihoren bu o'zbekcha qilib aytganda dengiz tipratkoni va ismaloq qo'shib qovurilgan mazali, yaxshi narsa. Bu ham yaxshi taom. Bu bo'lsa chig'anoqdan tayyorlanadi. Ko'proq bu yapon xalqi shu dengiz mahsulotlarini tanovul qilgani uchun asosiy menyumizga faqatgina dengiz mahsulotlaridan iborat narsalar kiritilgan, lekin asosiy ovqatimiz okonomiyaki tayyorlaymiz. Shu Hiroshimada kelganki o'sha chet ellik mehmonlar ham faqatgina shu okonomiyakidan tatib ko'rib, juda ham xursand bo'lib qaytishadi. Albatta tavsiya qilaman. Yaponiya davlati juda ham tinch, ayollar uchun ham juda ham sharoitlari yaxshi davlat hisoblanadi. Mana kelganimga o'zimda sinab ko'rganman. Mana kelganimga 3,5 yildan oshayotgan bo'lsa, biror marta kelishmovchiliklar ishxonamda ham yoki ko'chalarda ham, hatto uy yashash joyimda ham o'zim yashayman hozirda. Hech qanaqa bir noqulaylik yoki bir huquqbuzarlik deydimi, unaqa narsalar hech ham bo'lmagan. Ishimda ham qo'shimcha ishda agar ish vaqtimdan oshib ketadigan bo'lsa ishim, hamma 10 daqiqaga ham hattoki o'sha qo'shimcha ish haqi to'lab beriladi. Sug'urtalar deyarli hammasi qoplangan. Nafaqaga to'laymiz, lekin qachondir bu ham qaytarib olish imkoniyati bor. Shuning uchun bemalol kelib, qizlar ham yaxshi o'qishligini tavsiya qilaman. Yaponiyaga keladigan talabalarga yoki ishlamoqchi bo'lgan ishchilarga tavsiyam birinchi o'rinda yapon tilini o'rganib kelmasa, bu yerda qiyinchiligi bor o'ziga yarasha. O'qishda ham, ishda ham baribir yangi muhitga kirganda hammada qiyinchilik bo'ladi. Shuning uchun shu qiyinchiliklarni tez va yaxshi yengib o'tish uchun avvalo shu yapon tilini hech bo'lmasa N4 darajagacha o'rganib kelib, bu yerda mustahkamlab ketishligini tavsiya qilgan bo'lardim. Ishini o'zgartirmoqchi bo'lgan stajyor vizadagilarga yaxshi o'qib, doktorlik topshirib,
yaxshi o'qisa, unaqa haligi o'tolmaydigan darajasi yo'q. O'qisa baribir tushunib, haligi nima o'ta oladigan darajasi menimcha 50% dan oshiq deb o'ylayman. Unaqa qiyin emas. Shunga topshirib, vizalarni ham o'zgartirishligini, ishlashligini tavsiya qilaman.